3 darsda CapCut taomini emas, bazartni tushuntirmoqchiman, chunki CapCut taomini o'zingizlar tushunib olishingiz mumkin. Bazart degan ilovani o'tkazamiz. O'rnatib bo'lgandan keyin bunga kiramiz. Va bizga kerak bo'ladi любой bazartdagi masalan har xil bu yerda emojilar beradi. Hali o'zingiz o'tkazishingiz mumkin shunaqa осенний o'ziga mos narsalar beradi. Menga mana chiroyli ko'rindi. U tum degani. Itipa buni yig'ish, ya'ni o'zini покрывать qilishga pozitsiya beradi. Ya'ni ustini bossanglar, buni olib tashlashingiz mumkin. Va buni qilib qo'yishinglar mumkin. Mana. Va tabiiy qilib hamma narsa qilsangiz bo'ladi. Masalan, bu yerda pozitsiya degan joy bo'ladi. Mana. Va bu ketdi. U tumni ham sal chiroyliroq izmenit qilsangiz bo'ladi. Masalan, buni o'chirib masalan, hozir oy september bo'lsa, September, October desanglar bo'ladi. December desanglar bo'ladi. September dedim. Ya'ni oyi pozitsiyasini belgilab qilaverasizlar. Agar kopировать qilmoqchi bo'lsanglar, kopировать degan narsani bo'lsanglar, sizlarga 3 ta chiqaveradi shunaqa narsadan. Sizlar mana shunaqa narsa yaratsa bo'ladi. Tipo mana shunaqa bo'ldi. Buni ustiga bosib pozitsiya degan joy bo'ladi. Vniz. Yer, shunaqa narsalar bo'ladi. Unaqa kerak emas bular. O'zini hozirgi oyga mos qilib har xil narsadan qo'ysanglar bo'ladi. Hammasini shunaqa bo'lib mana masalan hammasini shunaqa rang qilib shrift degan joyi bo'ladi. Shrift degan joyidan o'zingizlarga kerakli shriftni tanlab olsanglar bo'ladi. Ya'ni men tepasiga shunaqa shrift kiritaman-da, pastini shriftlarini o'zgartirib chiqaman. Masalan, shrifti boshqacha bo'ladi, past bilan tepasiniki, chunki september ajralib turishi kerak. Hamma shrift har xil bo'lsa ham, bu ham bitta mahorat singari ro'y beradi, ya'ni tipo mahorat bo'ladi bunda. Masalan, men shriftlarni har xil qildim. Qanaqadir o'zgarish kiritish uchun James Angelina Bright bizga qanaqadir o'zinglarni tipo narsalarga mos qilib olinglar. Men o'zim narsamga mos bo'ldi. Filtr degan joy bo'ladi. Bunaqa kerak narsa hozirgi joyda correct ham kerak emas, chunki bu odamga kerak narsa kontur. Kontur bunaqa narsa chiqarib beradi. Tushundinglar? Kontur bunga kerak emas, lekin bunga kerak. Mana. Teng degan joyi ham bo'ladi. Ya'ni bundan qora teng yoki oq tengga o'tkazsanglar bo'ladi. Menga bunga kerak o'sha qora teng. Chunki boshqacha bo'lib turishi kerak, как бы прозрачность bo'ladi. Bu как бы o'zinglarning kanalinglarning nomini qo'yib, прозрачный qilib qo'ysanglar bo'ladi. Buni ham прозрачный ham kerak bo'ldi. Bunaqa kerak narsa bo'lgani uchun juda ham kerak deyman. Bu yerda смешивание degan narsa bor. Mana menga ham смешивание ham kerak bo'ldi. Двигаться. Двигаться umuman kerak narsa почти. Umuman ishlatilmaydi ham. Masshtab. Masshtab ham kerak narsa. Va bo'ldi, proyektimiz tayyor. Endi hozir men sizlarga proyektni boshqadan kirib ko'rsataman. Mana proyektimiz ko'rasizlar. Oddiy bitta narsadan biz shunaqa tipga keltirdik. Sizlarga yoqqanmasa, xursandman. Darsni albatta saqlab olishinglarni iltimos qilaman, chunki bu kerakli narsa. Aynan hozirgi pakotaga va o'tumli faslga kerakli narsa. Xayr.